Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Men Agrobank Qiziriq filiali mahalla yashash bo'limi rahbar bo'laman. Bugun biza tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz bor. 26-yil 16-iyunda hozir Bandixon tumani Navro'z mahallasida uchrashuv o'tkazyapmiz. Biza bu uchrashuvdan maqsad tadbirkorlarga nima kreditga ehtiyoj bor, qanday bank xizmatlaridan foydalanish kerak. Umuman olganda bank bo'yicha umumiy targ'ibot tashkilot ishlarimiz bor. Shu bo'yicha kimda qanaqangi savollar bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Chora kredit chiqarmoqchi. Qanaqa chiqarsa, o'sha yo'llarni tushuntirsangiz, imtiyozlari. Biza hozirgi kunda 25% dan 5 yillik o'zimiz bank qilish orqali kreditlarimiz mavjud mahalla loyihasida. Bunga siz kerakli hujjatlarni o'zimiz band qilish, keyin mahalla bankingiz va agentingizni tavsiyanomalari, umuman olganda mana shu yerda Navro'z mahallasida mahalla bankiri va agentimiz bor. Uchrashasiz, sizga kerakli bo'lgan hujjatlar taqdim qiladi, aytadi, o'sha hujjatlar bersangiz, sizga qisqa vaqt ichida kredit chiqarib beramiz. Yana kim bilyapsiz? Men oilaviy tadbirkorlik yo'nalishida tikuvchilik faoliyatini yo'lga qo'yib, kichkina xonada tikuvchilik faoliyatini boshlamoqchiman. Kattaroq kredit olmoqchiman. Shu bo'yicha menga tushuncha bersangiz, necha foizdan qanday tartibda? Endi qarang, kattaroq kredit masalan 100 million to'lamoqchi bo'lsangiz, sizni tadbirkor faoliyatingizni yuridik shaxs sifatida 100 million so'mgacha garovsiz, 300 million so'm bo'lsa garov bilan kredit ajratamiz. Bunda siz albatta hisob raqamlaringizda bo'lishi kerak, faoliyatingizda kredit tartibingiz ijobiy bo'lishi kerak rahbarda. Siz kerakli hujjatlar ro'yxatini beramiz, shakllantirib bersangiz, masalan, chiqarib beramiz. Rahmat javob uchun. Endi ham bir savol bo'ldi, ham Rossiyadan pul jo'natilishi kerak, shunda plastik karta olishingiz kerak. Hisob raqam. Siz rahmat savolingiz uchun pasportingiz bilan bank xizmatlari markaziga uchrashasiz. Bandixon tumanidagi sizga birdan joyida chiqarib beramiz. Humo plastik kartalarimiz bor. Bu Humo kartamizni Rossiya, Qozog'istonlardan to'g'ridan-to'g'ri tutishadi. Pasportingiz bilan uchrashing bor. Agar hech kimda savol bo'lmasa, kelganingiz uchun katta rahmat. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, mahalla bankirimiz va mahalla agentimiz bor. Murojaat qilsangiz, yetarlicha ma'lumot va xizmat ko'rsatib beradi.